Max Tuningda navbatdagi trekker tayyor holatga keltirildi. Qilingan ishlarni tezlik bilan, narxlari bilan obzor qilib beramiz. Xo'p, mana bu Pоворотnida begushi bo'lib turgan, Patfarniki tormozni qizil rangda yonadigan garmdorlari originaldan o'rnatib berganmiz. Ustanovkasi bilan $50 qilib berganmiz. Arzon $20 ham bor. Bu haqiqiy originali. Bundan tashqari orqa polsfera tonirovka bo'lgan, Black Piano paroklar o'rnatilgan, Black Piano yubka qilingan, dugalari Black Piano и salon полный Black Piano qilib berilgan holatda turibdi. Xo'p, orqa yubkasi, ustanovkasi bilan $30. Black Piano paroklari odamni ko'taradigani bemalol chiqib tushsa bo'ladi. Haqiqiysi ustanovkasi bilan $100. Mana. Mushni tushadi, zazor bo'lib qolmaydi и kreplenlar ham joy-joyiga qotiriladi. Orqa polsfera tonirovkasi 600 ming so'm. Endi salon Black Pianoga yetib keldik. Stalnoy detallarini o'zini Black Piano qilib berganmiz. Alkoprint shart emas dedilar. Xo'p, ruldagi, baridagi klimat kontrol atrofida 4 teshigidagi detallarini Black Piano qilib berganmiz. Bu xizmatimiz ham $100 bo'ldi. Kimgadir mana shunaqa xizmatlar qiziq bo'lsa, bizga Max Tuning murojaat qilaverasizlar. Ishlarni inshaalloh chiroyli qilib bitirib beramiz.